Toshkent shahridagi MIT universitetini bitiruvchisiman. BSc IT, ya'ni axborot texnologiyalari yo'nalishi bo'yicha mana shu yil o'qishni tamomladim va hozirda Huawei kompaniyasida ishlamoqdaman. Faqatgina kichkina qobig'ida yashash bu umrimizni isrof qilish deb o'ylaganman. Imkoniyatlar bormi, maksimum foydalanib, o'zimiz uchun yaxshi hayot yaratishga va keyin albatta jamiyatda qanaqadir hissamni qo'shib o'zgarishlar qilishni juda ham xohlaganman. Mani misolimda boshqa atrofimdagi qizlar ko'rib, hech narsa ilojsiz emasligini tushunishlarini xohlaganman va bu ham bir turtki bo'lgan. 19 ta davlatga borgan paytim hammasi o'qish, ya'ni grantlar bilan bo'lgan va hech qaysiga pul to'lamaganman. Albatta oliy ta'lim insonga juda ham kerak, chunki bu shunchaki diplom yoki shunchaki qog'oz emas, bu ilm, ya'ni sizni inson sifatida akademik jihatdan, professional jihatdan shaxsiyati shakllanishiga, dunyoqarashi shakllanishiga va ba'zi bir qadriyatlari shakllanishiga ham oliy ta'limning o'rni juda ham katta. IT olamida, texnologiyalar olamida qizlar kam va biz qachondir buni o'zgartirishimiz kerak. Shu paytgacha o'qigan paytim, kontraktda o'qigan bo'lsam universitetda, buvim kontraktini to'laganlar. Qizim seni juda ham yaxshi ko'raman va juda ham ishonaman va juda ham faxrlanaman degan gaplarni har doim aytadi.